Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining shaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepa Qo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turinglar. Boburjon mana bugun katta partiyani chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum Eldor aka, so'yamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Eldor aka yangi partiyada 300 ta qisir sovliq tushirganmiz. Barakasini bersin. Zo'rlardan ketdi. Yangilarda kechqurun yetkazib keldik. Xudo xolasa bugunga Eldor aka, bugungi video boshqacha bo'ladi. Qisir sovliq narxi tushib ketdi. Yo'q-ku? Qisir sovliqning narxi tushib ketdi. Eski narxga qaytadimi endi? Eski narxga qaytadi. Bu degani 2025 dagi narxga. 2025 narxi bo'ladi. Agar 2025 narxini eslashmasa, kommentga ham yozishmaydi, like ham bosishmaydi. Videoni boshidan bittadan like deb bosasiz, kommentariyaga Boburjon, otangga rahmat, gaziga bos deb turishadi. Yana bitta yangilikni zo'ri bor. O'zimning molxonamda 3 ta mol bor. Mollarni ham sotamiz. Barakasi bersin. Hurmatli obunachilar, inshaalloh. Xo'p, ko'rib turibsizlar, yeb ichishini so'ragan ukalarimiz bo'lsa, birinchi o'rinda yeb ichishi bilan maqtanamiz, keyingi o'rinda narxi bilan Boburjon. Xuddi shunday. Yeb ichishi sog'lig'i zo'r. Charchovlari yetarlicha bor. Yana bitta maqtanadigan yerda. Tishi deydi-yu. Xo'p. Tish qarz qoladi. 4 tish, 6 tish. Tishlari zo'r. Lekin 8 tishi ham kam. Mana yerda 300 ta qo'y bo'lsa, 280 ta, 290 tasida tishi zo'r. 10 ta, 15 ta tishi pastroq bo'lishi mumkin. O'tgan safar ham tishini so'rayman deb esimdan chiqib qolgan. To'g'lisiga da u bor, to'g'lisiga da Eldor aka. Ha, bo'lmasa bilan bolasini ham olib yursa bo'lar ekan-da. Xuddi shunday, faqat bolaga ham bo'ladi. Go'sht yo'nalishiga ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana haligi 1 oy tejaysiz. Xuddi shunday. 1 oy tejab, qo'chqor qo'yib, bolasini olsangiz. Go'sht yo'nalishiga ham yaraydigan qilib narxini chiqarib beramiz. Haqiqiy narx arzon. Bir qur aylanib chiqamizmi? Bo'ldi. O akalar, terilib turishini qaranglar. Hammamizga shunaqalardan nasib qilsin, minglab boqish nasib qilsin. Inshaalloh. Xo'p, bu qo'radan ma'lumot bering endi. Bu qo'rada ham hammasi jun olingan tayyor holatda. Bo'ybaslari 80 urar ekan-a? 80, 75 deysiz. Nechta bir 20 ta bor bu qo'rada? Ha, 25, 20 ta oshiq. Eldor aka, mana sovg'alarimiz. Nima bular? Bu qo'ylar safarda qiynalib qolgan. Chehraklari ochiq, yeb ichib turibdi, prosta ularga vaqt kerak mana. Charchoq holatda. Oriqlik uchun sal qiynalib qo'ygan. Mana. Endi bunaqalar qo'shilgani yo'q, qoch deydi. Mana. Yo'q, bunaqalarni qo'yib sotilmaydi mana. O'zlari yarab mana buni qo'yimiz hozir turdi, yaqinda o'shancha yana bir turg'iz ko'rsatib qo'yib. Bunulari ham harakati bor. Chehraklari ochiq. Ha, xudo xolasa. Qo'ylar oriqlari aliga qo'ygan-da juda. Qiynalib qo'ygan. Endi bundaqasi bo'ladi, bundaqani qo'shib sotilmaydi. Aytiladi, ajratib. Xuddi shunday, ha. Mollar jo tayyorgarlik qilyapti chiqishga. Ha. Xo'p, molni ham joyida ko'rsatamiz, ha? Ha, molni ham olib chiqiladi. Xo'p, bu taraf ham to'la. Mollar olib chiqilgan mana ega. Bu taraf ham to'la mana, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, sindirib boradi, endi darajada. Yem bitib sindirib tashyapti qo'rani akalar. Son nechta bu tarafda? Bayda bir 60 tacha bor Eldor aka. 60 ta. Keyin qo'raga qo'y sig'madi. Hozir ko'chada ham bor. Ko'chada qo'zlar bor. Eldor aka yangi qo'zlar, ha. Qo'zlari bor. Ina bolasi, buni qo'shniga olib chiqib qo'ydim. Ina bolalari bor. Bu ina bolalar. Yonimda qo'rada ina bolalari bor. Xo'p, qarang. Bular son 300 ta dedik. Yeb ichlarni hammasini sinab olgansiz, ha? 380 tacha bor. 380. Yeb ichishi, sog'lig'i hammasini sinovdan o'tkazib, mana yaramidag'larni olib qo'yganmiz Eldor aka. Ko'z ko'rib turibdi. To'g'risi qo'rqmay tavsiya qilsak bo'laveradi. Xuddi shunday, hammasini yeb ishini ko'rsatib, undan keyin sotiladi. Akalar, onlayn savdo yo'q, faqat qo'rada, qo'yi tepasida gaplashinadi. Bu degani aldov bo'lmaydi. Nimagaki tepasiga kelib, ko'zingiz bilan ko'rasiz, o'zingiz ushab olasiz qo'yni. Eldor aka, mana Eldor aka. Mana asosiy qahramonlar. Ha. Yechivera Sog'abek, yonida yechiver. Shvedni zo'rlardan ekan. Yo'q, yechiverishni bilasanmi? Ha, Boburjon. Shvedni tozalari, o'zimni qo'ramdan boqayotgan mollarim. Buni kelib ko'rganlar bo'lsa kerak, molxonamda turardi. 4 oydan o'tdi. 3 oyda fevral oyida molga qochirganmiz mashayda. Odamlar ham juda ko'rishgan, juda ko'plari. Ha, yechiver.
De. Eshik ochiq Bular- tarafdan o'taman, aylanib o'taman. Ha, o'tingda obzorda bir obzor qilaylik. Mana hurmatli obunachilar, ha joningdan deb qo'yadiganlar Ha, mana shu xuddi bo'ladi, shunday xudo xolasa. endi. Xo'p, soni 3 Jonivor. dona, hammasi Uchta. yo'sha bularni. Hammasi, ha, yo'q. Mana bunisi tishini hali yorgani yo'q. Ha. Birinchisiga Ular yoradi. kurayni buzgan. Ha, monolar kuragini endi yordi. Hozir bir 40 kuncha bo'ldi tishini chiqarganiga. Akalar haligi yemini ham vaqtida yegan, Bol, qarg'ulari bo'lgan, ranglarini ko'rib turibsizlar, ranglari ham tiniq akalar. Toza Qirg'iziston Shved. Bo'ylanni ham, metrni ham olib kelinglar. Bo'ylanni ham o'lchab o'tamiz, O'lchaveramiz. Eldor aka. Ketdik. Bo'ylari necha deyshadi. Endi operator o'zimman, telefonda turgani. Bu yo necha bu? 1.35 bormi? 1.20, 1.25 chiqsa kerak. Yo'q, 1.20 dan men uchun o'tsa kerak. Aka, metrni menga ber. Mol dushlar. Ya, mo xotirjamrog'ini ushla. Jaliga. Ha, bunga farqi yo'qroq. Yo, Ha, 1.40 ekan. Yo'q, to'xtang, 40 emas. 35 Boburjon, men o'sha naglaz urib qo'yibman. Bo'l. 30 dan baland. Siz topsiz. 1.30 dan baland ekan. Mana holatlarni ko'rib turibsizlar akalar. Yeb ichishda muammosi yo'q. Yeb ichish sog'lig'ida muammosi yo'q. Bu Endi o'zimni qo'ramda turgan sotish planda yo'q edi, Eldor aka. ha. Mana hayvonni ko'rishyapti. Bularga baqqani nima desa bo'ladi? Qunt qilib baqalganimiz yo'q. To'g'ri. Uvol qilmaylik, yaxshi mollar. 3 oylikdan oshiqroq, ha, bo'g'ozligi. Buni bitta akamizga berdik. Ha. Instagramga chiqardim, ko'rgan bo'lsangiz. Andijonga deyiladi. Andijonga berdim, nasiya deyishdi. Bizga nasiya emas, naqd pulga. Naqiga qiziqamiz. Naqdiga, xuddi shunday. Bu? 3-ovini olsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Buni nech puldan qo'yamiz narxini? Narxini bo'ladiganini qo'yaman. Hop. Mayda chudasi yo'q. 40 milliondan 3-ovini beraman. 120 million. 120. Bo'ladiganini demang, nimadir o'tib bering. Nimadir o'tib beramiz, kim aytganiga sotmang, o'tib Eldor aka, beramiz. bo'pti. Hop. Gap bunday. Bo'ladigani. Hop. Lekin bozorda ham to'g'ri olishmaydi. Hop. Bittasi kurak chiqarmadi. Hop. Ikkitasi kuragini chiqardi. 35 milliondan 105 millionga bo'ladigani beraman. Baraka. Ha, men baraka topyapman, olgan odam million baraka topadi. Baraka. Hurmatli obunachilar, 35 million so'mdan aloqaga chiqib barakasini olsalaring bo'ladi. Xo'p, qo'ylarni Shved endi tozalarini boqaman deganlar. bular uchalasi ham bo'g'oz deyaptilar. Endi qo'ylarni ma'lumotini berib, Bo'ldi. narxi bilan tanishtiraylik, kutib Ketdik. qolishdi. Xuddi O'zi shunday. asosan hali 2025 narxi u bu deganingizga hamma o'sha narxni Ha, kutyapti. xuddi shunday. Like-ni bosib tursa, faqat paddishkani yorib. Bir boshdan ketdik-a. Ketdi Eldor aka. Akalar qisir qo'ydik, kutgan Eldor aka, narxini qara. Yosh, birinchi o'rinda yosh Menga, deng. ha, yosh, hammasi birinchi o'rinda yosh. Endi videoni menga nariyoqdan turib ko'rsating-da. Mono tomon, ha, eshikda kiraverish, boshidan oxiriga bitta narx qo'yib Endi beraman. bu tarafga o'ting. Qo'ylarni ko'rasiz endi, mana. Boshidan oxiriga bitta narx. Hop. Bitta olasizmi, 10 ta olasizmi, tanlavang chertib zo'rini olasiz. 3 million 600 mingdan yaqinni olishadi Eldor aka. 2025 narximi? 2026 ni ko'p qoldimi? Sal kelishtiring, 3 million 500 mingdan yaqinni olishadi. Tishiga liboyga javob. O'tib bera olamizmi? Bo'ldi deganicha o'tib beramiz. Ha, o'tavering bo'lmasa. Yo'q, men bo'ldi demayman. Yo'q, insof bilan hamma rozi qiladigan narx qo'ying. Menga masalan tekin qo'yib bersangiz ham hech bo'lmay yo'qotmayman, gapni oching. 3 million 400 mingdan liboyni olsa, o'tib berasiz. Kelisi tepasida savdosi. Kelishsin emas, bir 20 tadan olishsa, mabodo 20 tadan olishsa 3 dan berasizmi? 3 dan emas, 32 dan beraman. 32 dan. 32 dan bitta olishadimi, 10 ta olishadimi gapga barbar ekan. Nima bo'ldi? Ya zo'r bo'ldi. 3 million 200 dan boshdan orqada endi ko'rsataverdim. Akalar, Endi maqtansa bo'ladi. Bitta liboyini tishini ko'rib olishaveradi Eldor aka, mana. Mana akalar. Mana. 4. 6 Och. chiqdi, 6 chiqdi, 6 chiqdi. Liboyini tishini ko'rib olishadi. 4 ta, 6 ta. Baragasini bersa akalar. To'g'lisi ham bor. Bittagina to'g'lisi bor, uni. Ko'rindi, o'rtada mana. Ha, bitta to'g'lisi bor. Qolganida Tishi bor. shunday. Tishi bor. Endi 4 ta, 6 ta. bitta ikkita maydalagani chiqmasa o'shanchani ichidan. Ana shulari menga qilaveradi Eldor aka. Mana. Ayt jonivor. Ko'ringan hisob mana. Mana akalar, 6 tish. Mana, 6 tish bo'lib mana. ko'rindi.
Tishiga javob, lib bo'yini tishiga javob. Xudo xolasa kelib bitta ochib ko'rib olaverasizlar. Lekin 3 million kizdan haqiqatan bu yilgi sezonning narxi bo'lmadi akalar, yaxshi narx bo'ldi. Shoshilib. Eldor aka bitta gap og'zingizda qolib ketdi. Eshikdagida nima dedingiz? Nima dedim? Nima dedingiz? 20 ta 30 ta? Ha, 20 ta 30 ta dedim. Ha. Olishsa shunaqa narxmi dedim. Qanaqa narx? 32 mi? Hop. 20 ta 30 ta olishadi. 20 ta 30 ta 18 ta emas. Hop. Gap og'zingizdan chiqqan. Nima dedingiz? Nima dedim? 3 million dedingiz. Ha. Barbar aka. Barbar aka, hurmatli obunachilar 3 million 3 milliondan 20 ta 30 ta olishaveradi endi. Akalar, nima deydi narx? Bu yilgi sezonga xolisona bir fikr bildiringlar, hurmatli. Hammasini tishini ko'rib olishadi. Chertib ko'rib olishadi Eldor aka. 3 million so'mdan bor. 20 ta oling, 3 million so'mdan zo'rini tanlab oling. Xudo xolasa narxlar sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Mana shu videolarni uyushtiryapsiz, hurmatli onajon. To'g'risi 24 soat kelishaveradi. O'zim ham kutmaganim to'g'risi 3 million so'mdan. Og'zingizdan chiqqan pulga beraman deb labz qildim, labzimni ustidan chiqdim. Barakasini bersin. Barakali bo'lsin. Xolasa obunachilar Like bosib, faqat padishkani yorib turishadi Eldor aka. Obunachilar. Barakasini bersin. Boshqalarga ham o'taylikmi? Ketdi bular narxi nech puldan? Hop. Baydak Eldor aka nechta bo'lsa olishaveradi, tanlab olishaveradi. 3 million 400 dan. 3 million 400 ming. 3 million 400. Yo'q, hammasini mana turg'un holda oldim deysa Eldor aka 3 million 200 dan. Ha, optimiga 3 million 200. 3 million 200 dan. Soni bir 20 tam 15 tam shunaqa ekan akalar, sanalgani yo'q. To'g'riroq sanalmaydi ham. Xuddi shunday. Yemlar qozonda qaynab yotibdi akalar. Mana qo'ylar. Yeb ichishi. Mana qo'ylar. Qo'ylarda Eldor aka zot olishadi. Chista isora narsalar o'g'ora. Isora narsalar. Yeyishini qarang akalar bularni. Miyaga dam beradi-yu, Boburjon. Ha. Bularni ichini qo'yamiz. Bular Eldor aka endi har xil bayda ko'rib turganingiz. Qo'ylaringiz ko'rdingiz-a? Bir joyda Eldor aka. Bir joyda 3 million 900 dan. O'tib beramizmi yo bo'lishimi? O'tib ham beriladi. Nech pulga beriladi? 3 million 800 dan mana endi optim olishadi. Yo'q, tanlab oldik deysa 5 million 5,5 millionlik qo'ylar bor ekanmi, yo'q ekanmi? Eldor aka mana. Yo, endi men yoritadigan odamman. Yo, to'xtang. Ha. Men siz tarafga o'tib qolmay, to'g'risi. Obunachilarimiz kelib o'zlari baho bersin. Bo'ldi. 4 million 200 dan bitta ham olishaveradi barbar. Barbar ekan. Hurmatli obunachilar, kelib yoqqan tanlab olishingiz mumkin. Har doimgidek narxlar. Narxiga javob hammasi Eldor aka xudo xolasa ko'ngildagidek bo'lyapti deb o'ylayman. Barakasini bersin. Faqat padishkani yorib turinglar sizlar. Mollarni ham ko'rib turibsizlar akalar. Lekin buni оборотga tiqmoqchimiz pulini yaxshilikka. Lekin men ham baraka topyapman. Ogohdan bundan bag'i haqiqiy baraka topadigan narsalar. Gigant. Xo'p, partiyalarimiz buguncha tugadimi? Buni ishqibozi juda ko'p edi. Mana shu yerda obunachilarimiz keldi. O'zimdan ham ko'pchilik so'rashdi, endi baraka bo'ldi deganingizga men baraka bo'ldi dedim. Buni narsaga bera olmadik, narsaga bermaymiz ham. Bir so'm ham narsa savdosi yo'q. 3 olaman deyishdi. 30 millionda nariga qilib beraman deyishdi. Yo'q, undaqa yo'q. Iloji yo'q. Hamma pulni berilsa beraveramiz. Endi donaga olamiz degan akalarga donaga ham sotamiz. Jicha plus minus bo'ladi. Kattamiz. Ishlarni bitirib beraman. Yana partiya bormi yo buguncha bo'ladimi? Eldor aka bugunga hop ko'chada qo'zlar yuribdi. Nech puldan qo'zilar? 1 million 800 dan. 1 million 800 dan qo'zilar bor. 1 million 800 dan. Kelsa yoqqan tanlab olishaveradi. Nechta? Gideta men bir 30 ta ko'rdim men. 50 ta chabormikin, 30 tamikin. Endi shunday. Ina bolalari bor, ina bolalarni ham ayirib beraman. Men Zoradan ko'rdim. Hozir bayda mana sheyda inalar Eldor aka. Hammasini banaga olib kirsak bari o'ryapti. Baxt ishlayapti. Kelsa inalar sheyda, ha, kelishadi. Endi qo'zita, o'tgan safar chiqardik 1,5 milliondan. Ular 1 million 800 mingdan. Kelsa da ina bolalari bor. Ina bolalari bor. Ina bolalari 4 million 500 dan. 4,5 milliondan ona bola qo'yib bormi? Inalari bundan kuchli bo'lmasa hisob emas. Kuchli bo'lmasa hisob emas. Javob bersin. Hurmatli obunachilar, shunaqa gaplar. Sizlarni vaqtlaringizni ko'p olmaymiz. Nimaga? Tezroq kelib ko'rishlaring kerak qo'ylarni. Videoni kechki dasturlarimizga taxminan 17:00 ga joylanadi. Taxminan. Xudo xolasa.
Kechasimi, kunduzimi 24 soat shayda xizmat. qo'y tugaguncha xizmatdamiz. Xuddi shunday. Lekin qo'y tugamaydi. Qo'y tugamaydi. Qo'y tugamaydi. Biz oyoqda turib tursak bo'ldi. Hurmatli onachilar, videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab, paddeshkada turganlarda Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammaga.